Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga sog' salomat tilagan holda chiroyli manzarada men 3 qarashda davom etaman. Men Termiz shahar portda Diydor to'yxonasida o'tgandan so'ng 5 qavatlilarda bo'lib turibman. Mana o'sha 5 qavatlilarning 2-etajdan 3-etajdan sotiladigan 2 xonali subsidiali kvartiramiz bor. Egani qo'liga beradigan summa 120 million so'm, yevro remont qilingan. Oyiga 3 million 600 ming so'mdan to'lov chiqadi. Asosiy qarshi 305 million so'm. Oxirgacha tomosha qilinglar, ichki shart-sharoitlarni tanishtirib o'taman. Kirib yashashga tayyor bo'lgan 2 xonali kvartirani sotuvga chiqaryapman. Yevro remont qilingan, aboylar, natijali patolog, lyustrlar hammasi. Men turgan joy koridor edi, tashqi eshikdan kirgandan birinchi chap qo'lga sanuzil qarshi oladi. Ko'rishingiz mumkin, sanuzil birgalikda samakili qilingan, tepalar plastik patolog qilingan. Ikkita bir xil xona, biri spalni, biri mehmonxona. Mana mehmonxona bilan tanishtiramiz. Jalyuzi, pardalar, lyustralar, televizor, hammasi qo'yilgan qoladi. O'z egasini kutmoqda. Spalni mebellar komplekt, konditsionerlar qo'yilgan, natijali patolog, lyustra. Remontiga o'zingizlar bir baho berib ketasizlar. Eganing qo'li 120 million so'm deb baholandi. Sotiladi. Bankda qarzi bor 308 million so'm, oyiga 3 million 700, 3 million 800 dan chiqadi. Kuxonning mebellar yasatilgan. Ko'rdinglar. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastdagi nomerlarga zotlikda bog'lansa, mana bu yerda balkonimiz ham bor. Subsidiali kvartira dedik, 5 yildan keyin ko'tariladi 4 million 900 ga. Odamlar kelib yashamoqda, ulgurib qolasizlar. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, hujjatli chezna tars bilan ulgurib qolinglar.